Yaponiyaning Irago Koniyama tegidagi ibodatxonada Yokan ismli bir mashhur rahib o'tgan edi. Ammo odam qo'sqiga yanala bir narsa yeyishga to'g'ri keladi. Şuna Yukan Aqsoqolmi ba'zida sapal oyog'ini kiyib, kanatga berib, tavob qilg'ach, kishilardan yordam so'raydi. Kim o tavlığan? Yukan Aqsoqolmi? Sizli birdam saqlab tursizlar, Nami Amitaba, Nami Amitaba, Nami Amitaba. Az bo'p qoldi ko'ngillarga amsizlar. Nami Amitaba, Nami Amitaba. Aqsoqol, ajab obdan ketdilar. Bu tex boy pishirgan nomi gurishni netdi, tetib baqsizlar. Ajab obdan bo'ldi. Qaraganda Yukan Aqsoqolning turmushi xili obdan o'tibasi kerak. Bak o'xshabdi, butsatva, silmo tetib baqsizlar. Yukan Aqsoqol mashhur oilada dunyoga kelgan bo'lsa-mu, lekin u atoq obro'y qo'lashmaydi. U 18 yoshida ailesining mol-mulkini enisiga tashlab berib, o'z uydan chiqib oddiy rahib bo'lib olgan. Keyin u shu davrdagi birinchi darajalik olim va oliy darajalik rahib bo'lib qoldi. Ammo u bu ishlarni qilchi sezmagandek oddiy sodda yashab ketaverdi. Nima degan esil gullar bu? Nima degan tez furqat? Yukan Aqsoqol uxlab qoldi. Çüş. Sizler mi tınlar? Qaranglar, men sizlarga top ağaç geldim. Mağım ba, qaranglar, mani oynaylar, bo'lamdi. Bolada top oynayli. Bolada. Bir, ishki, qishqash qondi tarafqa. Bir, ishki, qishqash qondi tarafqa. Oldu mu? Birden durup durun. Oldu mu? Uzaktan durun. Oldu mu? Birden durup durun. Xeyli obdan müküptüm emme deymen. Kim? Nima adamsan? Müküşbek oynavatdimiz. Yokan Aqsoqolkan sizda. Vallahi o'ylarga ketgili ne vaq? Ajab, ish uqmaydigan balla ekan juma bu. Yokan Aqsoqol, teqi tamoq yemaganlar haqachon. Jisla, biznikiga berib, tamoq yeb kesla, bo'lamdi. Men baxijil bo'lyapman. Shunda qilib ular Yukanni obdan mehmon qilib yo'lga sepib qo'ydi. Mana endi u rozi bo'lgan holda daladagi chig'ir yo'l bilan uyga qaytib ketyapti. Kechda havo nima degan teyzi? Ajab rahatlandim ha. Keldi. Bu shumtekni oxiri tutadigan bo'ldik. U hayvon, men sana o'zini bir tuntib qo'ymaydigan bo'lsam. Ura! O'g'ri, aytibingni bir berib qo'ymasam seni ikkiye. Yukan Aqsoqolkan u bu. Voyjon, ajab og'ir edi. Kechirsilar. Kechirgaylar. Biz sizlarni ziroat o'g'irlig'iga kelgan o'g'rimkin deb qopdiq. Shundoq, ras Aqsoqol kechirsilar bizni. Yo'qsu. O'zimdim mo ketdi. Yerim kechida etizliqda mangandan keyin o'g'ri demay nima deysizlar? Turinglar. Turinglar.
Kent o'tindagi kemichi kanmisi kent bo'yicha mijazi eng g'alati odam edi. U Yokanni bir odamning maqtig'ini anglasimi, xafa bo'lib ketadi. Sizdan chaqqandaqroq uni faqat ochiq kelmadi. Rost, ham mushatdiq, ham tabdiq. Mushkilar asosan Yokan haqiqatan katta erbobgan. Nima deding? Qandaq arbab deding? O degan bir tilamchi shayx. Uqdingmi? Tilamchi. Ey, bo'ldi qil. U oliyjanob Ibrohim. Sen bir araq kesh. Sen nimani bilading? Hey. Nima deding? Bo'ldi qil. Bo'ldi o'lja. Bo'ldi. Bilamsa. G'alati mijozlik odamlarning hammasi shunday bo'lsa kerak. Kanmisi shundan tortib Yokanga texmi o'shib ketdi. Ammo Yokanning bundan qilchi xabari yo'q edi. Bir kuni Kanmisi, meni daryodan o'tkazib qo'ysam bo'lamdi. Yaxshi. To'g'ri, o'zil tushdi mana. Bugun havo xili obdan bo'lyapti-da, ha? Yokan oqsoqol. Ha, havoni aytdi obdan. kema daryoning o'ttirig'i bag'anda. Hey, o yoqqa qarang, ha? O yoqqa. Ha? Nima? Qarang, ananga. Hech nima yo'q-ku. Voy. Voy. Au. Vah. Voy. O'za. Qasimni o'ldirib qo'ysam o'likni tortib chiqishni o'zi bir avarchilik ish deb o'yladi-da, birdan qarab turgandan keyin kiyim palag'ining bir o'shini Yokanni qusnib berdi. Kanmisi, siz mening hayotimni qutqizib qoldingiz. Men sizga nima deb rahmat aytishimni bilmayapman. Rahmat. Yokan oqsoqol xalqdan kaskemas gumonlanmaydigan oq ko'ngil odam edi. Arzu ishqa ochdi. Ko'ngliga yig'ilib qolgan ochiqmi chiqdi. Ammo nima ish qildi? Kansimey bu yerda parishon o'tiribdi. Kanmisi, meni daryoning u qetiga yana siz o'tkazib qo'ysangiz bo'pti ekan. Kanmisi, Nima? mau may bo'lamdi ekan. Men buni Amsi men buni baya menga qilgan yaxshiligingiz uchun sovg'a qilay. Bu Xudoning iltifoti. bo'ldi. Menga bir narsa sovg'a qilmasizlar. Men sizdan bugun ko'p minnatdor. Rahmat. Ma ishni. Voy, sho'r, qurg'ur. Kanmisi, bugun sana nim bo'ldi? Shuni deyman, uni chiroyim o'zgarib qopti-ku. Yokan oqsoqol boyimish o'tib ketib berib baqayli. Yokan oqsoqol! Kanmisi. Men bu meni billa ichayli deb akagan. Billa ichayli. Qandaq, Yokan oqsoqol? Shundaqmi? Belli. Hozir vaqtida keldinglar. Meyga sizlarmi daxil bo'linglar, ha? Bu qandaq gap? Nima degan chiroyli oy chiqqan. Qani, ichinglar. Degan esilmay.
Yaponiyada Irago Koniyama'dagi kishilar Yokan Oqsoqol haqidagi bu hikoyani ta hozirga qadar aytib kelmoqda. よいしょ働いたよ今でこそ私姫は大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ